Xo'sh, ana endi bu YouTube uchun bo'ladi. Bu Instagram uchun video qilgandik, ana bunisini YouTube uchun qilamiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bugungi sanamiz 3-dekabr 25-yil bo'ladi. Jizzax Oromiyalar jamoasi yana bir to'sqinlikka jarayondan yakun yetkazdik. Bugungi manzilimiz Xayrobod mahallasi bo'ladi. O'zimiz tog'am uyda, mehmondaman akalar. Soatimiz kechqurun 10 bo'ldi, ya'ni 10:30. Mebelni umumiy ko'rinishini bitta aytib o'tamiz, keyin sizga qisqacha tushuntirishga harakat qilamiz. Mebelimiz yotoqxona mebeli, laminatdan bo'lgan, pardalardan bo'yalindi, gilamlar solindi. Mana sizga ana endi mana bu yerga o'zlari daroshkacha o'qib qo'yishadi. Spalnisdan boshlaymiz. Spalnis 210 ga 170 bo'ladi. Machalkaligidan. Mana bu machalka, parallel machalka degani mana shundan bo'ladi. Ranglardan tanlov bor, bemalol zakaz qilsalaring bo'laveradi, muammosi yo'q. Yo'llar yerga tegib turadi. Xo'sh, nimasini ko'rsatay sizga? Spalnisi uzunasiga 210 ga 170 ligini aytdik. Mana bu bosh tomoni bo'ladi. Yaltiroqlarni qarang, rosa ham zo'r turibdi mana. Mana bular ko'chib ketmaydi. Baxtlarga ko'chib ketarkan aka deyishganlar ham bo'ldi. Mana hech qanaqa ko'chib ketmaydi, bemalol. O'zingiz ishilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana bularni ham o'zingizni tabizga qarab, o'zingiz qanaqa dizaynni xohlasangiz, unisidan ham qilib beramiz. Xohlasangiz moyishi bo'ladi, xohlasangiz mana bunday varianti ham bo'laveradi, muammosi yo'q. Tombichkasini qarang, tombichkasi ham kattagina, ana boshqalarga o'xshab kichkinagina qilib qo'ymaganmiz. Mana bunday qilasiz, yopib qo'ysangiz asta o'zi yopiladi. Ya'ni davochlik mexanizm deyishadi-ku o'shanaqasidan. Xo'sh, menimcha Spalnisini ko'rsatdik, ideal. Ana endi Tremosga boshlaymiz. Tremos uzunasiga 140 bo'ladi, 140, 145. Balandligiga 180 bo'ladi. Oynasini qarang, oynasini bir cho'lak qilib qo'yganmiz. Oynalarga qo'lda kesib ketmasligi uchun mana bunday holatda charxlangan bo'ladi. Bexijolat artishaveradi. 1, 2, 3 ta. Ya'ni 3 ta polkachamiz bor, oynali polka. Kelinimiz galanteriyasini taxlab qo'yaveradi nasib bo'lsa. Ana sizga eshikchalari. Tortmalari. Ana bu salgina joyiga o'tirishibdi. Sal ko'tarib qo'yamiz ekan hozir. Ana. Oynalarni ham ko'ringlar. Tremosni ko'rsatdik. Ana endi shkaf o'tamiz. Shkaf 240 ga 220 ga 220 bo'ladi. Plus minus 2-3 sm. Mana sizga ko'rinish. Ichlarini ko'rsatamizmi? Ketdi ichlari. Mana. Bu tarafi kelinimiz uchun, ya'ni uzun kiyimlar uchun bo'ladi. Tippada polkamiz bor. O'zani kelinlar salam qo'yishadi. Mana bu yerga vishilkasi bor. Vishilkasini ham o'z qo'yib qo'yamiz. Mana bu ro'mollari uchun bo'ladi. Pastda oyoq kiyim taxlash uchun polkalari ham bor. Ruchkasi ham seli sariq, tillarang bo'lgan. Mana bu ikkalasiga rosa chiroyli bo'lib turadi. Endi bunisini qarang, yopganingizdan keyin ovoz chiqmasligi uchun mana patcha qo'yganmiz. Yana mana bunisi ham sariq bilan rosa zo'r turibdi. Mana sizga uy basti. Bu taraf oyna bo'ladi, seli. Endi ishlarini ko'ring. Bu taraf mushka zonasi degan bo'ladi, kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu yerda taxlab qo'yiladigan narsangiz bo'lsa, bexijolat taxlab qo'yasiz. Mana bu yerga dokument solib qo'yasiz, boshqa narsa qilasiz, bexijolat. Nasib bo'lsa yo'qolib qolmaydi, qo'yishasi ham bor. Xo'sh, menimcha hamma narsasini tushuntirdik, ko'rdik. Ana bir xillar mana bu rolikka chiqib ketadi deydi. Ishoninglar, mana shuni olinglar, rolikka chiqib ketmaydigan variantidan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilishaverasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka uстановкасini mutlaqo bepul qilib beramiz. Mebelning umumiy narxi mana shu holatdagisi 7,5 million so'm. Dastavka uстановкасы ekan 150 kilometrgacha. Agar yo'q ukajonim, menga matros kerak, prujinalarga o'tkim kelyapti desangiz, 680 mingdan 1 million 200 minggacha ikki xil prujinka matrasimiz bo'ladi. Ya'ni polar tapet va artapet bo'ladi. Xohlasangiz, unisini ham qilib beraveramiz, muammosi yo'q. Pulidan, narxidan o'tib berayotgan joy bor, bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka uстановкасы bepul.